Italiyada Etna vulqoni otildi. Kecha 2-iyun kuni Italiyada joylashgan Yevropadagi eng baland va eng faol vulqonlardan biri bo'lgan Etna tog'ida kuchli portlash yuz berdi. Sitsiliya orolidan olingan video tasvirlarga ko'ra, portlash natijasida 6,5 kilometr balandlikka yetadigan ulkan kul, gaz va tog' jinslari osmonga otilgan. Voqeaning to'liq ko'lami hozircha noma'lum. Kataniyadagi Milliy geofizika va vulkanologiya institutining Etna observatoriyasi bu hodisani intensivligi ortib borayotgan portlash sifatida baholadi. Etna dunyodagi eng faol vulqonlardan biri bo'lib, tez-tez faollashib turadi. Hozircha oroldagi aeroport faoliyati davom ettirmoqda. Parvozlar bekor qilinmagan. Avvalgi faollik fevral oyida kuzatilgan bo'lib, o'shanda Kataniya aeroportidagi o'nlab reyslar kul bulutlari sababli boshqa shaharlarga yo'naltirilgan edi. Mutaxassislar navbatdagi portlash ehtimoli yuqoriligini bildirmoqda va aholiga hushyorlik tavsiya etilmoqda.